Şah valiliği mübarek olay. Vezir-i Azem'ki mübarek olay. Herman bir yere çıksın. Hop. Hayyâlel felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Assalomu alaykum Shavot begim. Va alaykum assalom. Herman, anglashimcha Shoh bilan Hasan vazir bugungi ot qo'yish ma'rikasida ahdnoma tuzib, uningga muhr besishmoqchimish. Shundoq. Bu to'g'rida boshqa ayyon beglarda qandoq gap so'zlar bor, buni bilamidik-ku. Buningga men ko'z quloq bo'lay, Shavot begim. Sodiq, ishonchlik odamim. Bultur kuzda men Hasan vazir bilan shoyimizga hamroh bo'lib ishkorga chiqqan ashu kuni Okyani keltir. To'xta. Janobi vazir azam. Sen bu kiyikning bo'g'oz ekanligini farq etmadingmi? Bo'g'oz vostik yaxshi emasmi? Oldimizdagi bu tayyor g'animatni qo'ldan beramizmi? Yo'q, hech kim uning jiniga zamin bo'lmasin. Cho'qansab qo'g'laytinglar. Xo'p. Chu. Sodiq, bu bo'g'oz kiyik qandoqdir malika mehribonimning omildorligini esimga soldi. Janoblari, bu donishmandlik va rahimdillikning alomatidir. Vezir-i Azam,
Uzundan beri özleriga bir ahvolni aytqim keldi. Xo'sh, qani bayon qiling. Öz nafsi uchun el beshida qilich o'ynatgan sipohlarmi o'tgan. Xudoga shukri, hamdilikda adolat va fazilat ro'naq topgan kunlarda o'tyapmiz. Shoyimiz va jamiga puhrolar janoblaridan rozi. Mubodo alakning gardishi qoch kelib, biror badniyatning ilkida qolsa, na kunlarga duchor bo'lamiz deb ansirayman. Sodiq, mana misralarni angla. Kishi kim hile birlan qilsa g'urur, oyoq siridan qumushda qurur. Olamdagi ishlar taqdirga ta'alluq, va lekin uningmi tadbiri bordir. Bu acayip xosiyetlik bir iş. Kızımız Melike, dunyoga kelishdan burun Hasan vazir bilan billa shikarga chiqqanda oldimga bir bo'g'oz kiyib uchirdi. Shu hamon Xonish oyimning homildor ekanligi esimga tushib, uni otmagan edim. Hasan vazirga mo bo'g'oz kiyib uchirdi, lekin otmadi. Bu nima degan o'xshashlik, ha? Hasan vazir bilan ikkimizning niyat iqbolimiz azaldan birdir. Shu karomat tufaylidan men shundaq ahd qilgan edim. Agar Xonish bilan Mehribonum har ikkilisi tug'si o'g'il, ular bu dunyoda oku-uku bo'lib o'tgay. Agar har ikkilisi tug'si qiz, ular och singil bo'lib o'tgay. Biroq hozir bir qiz bir o'g'il tug'ildi. Ahdnomada yezilg'ini bo'yicha bog'liq bo'lganda nikoyi bir bo'g'ay. İltifatlarga rahmat, Shohim. Shoh oliylariga muborak bo'lg'ay. Vazir a'zamga muborak bo'lg'ay. Nima qildik? Gap qislichu. Bununla nima deyman? Ular ahdnoma tuzishdi. Bu biz uchun eg'ir kulpat. Külpet? Sılnan fazlakallarını sahip kaçtı mı? Hasan, nimesiga toyini padişahın bilen kodu buludu iken? O bir yakışıklı adam. Biz padişahın bilen... Nima davatsan? Ben nima dedim? Sili! Apa! Balam, Abdullah. Çoğ oğanda çokum senemni al. Senemni alsan, şut kan olursan, uktun mu? O nimini biladi? Apa! Shavvoz begim, ular kep bo'ldi. Chiqayli. Menimcha hozir birdan bir chora Hasan vazirni ujuqtirib o'tish. Ben qo'shilaman. Men qo'shilaman. Men qo'shilmayman. Nimishqa? Hozir Hasan vazirni yo'qitib o'tgan bilan Shoyi Abbos eliqi ahdnomni bekor qilmasa, Abbos shohning toji davlat kunlaridan birida musofirning qo'liga tushib ketdi. To'g'ri. Bu gapning jeni bor. Men qo'shilmayman. Hurmatli Shavvoz begim, endi ishkilanmaslar. Hasan vazirni yo'qitib etmasak, ko'nglimiz aram topmaydi. Yo'q. Hozircha yenik qilishga bo'lmaydi. Bizga aqldan boshqa
Yana ishga to'g'ri keldi. Sanemjon. G'eyribjon. G'eyribjon. Darsga boraylik. Ras, mangayli. Ayhannas! Anlanlar amıqat! Ulaq Şahi Abbas Xan alileri G'aliyatçı murtatlarni jazolash uchun Abdullah Shotir begim navbatgan edi. Abdullah Shotir begim ularni bir kechida ujuqtirib, safarni terik tutib keldi. Buningdan hammanglar ibrat bilinglar. Shohimning amrini ulug' deb bilinglar. Ustozim. Safarni tutib kepti. O zindondan dada Sodiqni qutqizib birga qochib ketgan, biroq o'zi tutilib qopti. Ha? Dadasi qochib ketibdi. Ustozim, Safar gunohsiz. Uning dadasi Sodiq otimi gunohsiz. Sanemjon, bu nima deganingiz? Safarning dadasi dadangiz Abbas shoyimga qarshi chiqqan emasmi? Suchup. Tilingni tat. Ballarım, kapşuk. Dersinglarni o'qinglar. Sher qafasdan chiqibdi. U boraman degan yeriga beriversin.
Şirin! Assalomu alaykum güzel Şah Melike. Ve aleyküm esselam. Ferhat, bunda gelmiştin nedir muddaayın? Şah Melike. Şirin veslik yetmektir mening armanım. Eğer Bestun tığının o tarafındaki derya suyunu bu tarafga keltirelisan, singlim Şirinning vesligi yetkeyse. Ferhat, Nima o'ylayapsiz Sanamjon? hech nima. Marhamat Sanamjon. Ferhat ve Şirin. Bağven bulup bir içre tirsem taza güllerini İgem seni hoş yaratmış görüp yürüsem boylarını Yegem seni hoş yaratmış görüp yürüsem boylarını Sanamjon. Ko'rsatib Şirinni. Bo'ldi, so'zlamam. Yo'q, so'zlayman. Əmisi bu misralarga cavab bering. Qatma-qat gül bərgi söygü, deptiri yo aynigi. Ko'rsatib Şirinni go'yo. Aylidi Ferhat meni. G'eribjon, bu bir jup qizil gül qalbimizning namoyandasi. Buni har qanday judun chapqunlarmi to'zdolmaydi. Qaltisqa. Bu yerda nima qilib yuribsan? Kundash deganning ma'nosi nima? Shuni so'rab keldim. Menga aytib beramsiz? Jo'ylama. Meni toji taxtdan mahrum qildigan bo'ldi. Yurak bag'rim qoniga to'ldi. Abdulla? Nim bo'lding bolam? Men bir qo'rg'on begi. Yana vazirning o'g'li turug'liq. Ashu g'irib degan bir yetim o'g'loqchilikni bulanmam deman. Bolam. Nim bilan davatsan? Apa, men Oğlum,
Yulduz desang, osmonga chiqib uzib beray. Unchi desang, daryoga tushib suzib beray. Apa, men g'iribni o'ldiribman. Abdullah. Ya Allah. Endi kellimi? Oğlumuz. Men hammani uqdim. G'irib. O nim bo'pti? G'irib bilan sanam bog'da oshiq mashqdak quchoqlashib berishidi. Hadi xudo. Ha? Tova. Bundaqmı bədqılıq olandı? Əymənməsdin. Ordunu bulğaptı. Ağcana. Sanamjon, jinim Melikem. Bu yilgi Qurban Hayit sizga alohida bir xo'shallik o'tkazgandek turdi-ku. Şanadana. Bu yılki Qurban Hayit qizil gullar echilib, bulbullar sayrag'an chaqda keldi emasmi? Bundaq kunlarda kimmi xo'shal bo'lmay tura oladi deysiz? Xo'shalligingiz bula emasdi, qizim. Ahchi ana. Ko'ngilning ozoda shodligi odamning eng baxtli chog'i ekan. Ahchi ana. Bilamsiz, bu günni kim tuzgan? Men deymi? Bu gulni Aka, kiyimleringiz pek yarışıptı. Şahzadıga o'xshab qapsiz. Unda demang. Aka, sen amacan sizga nimlan dedi? Sizga aytmayman. Aytibamsiniz, men qizmayman. Sho'xlik qilmay jim o'tiring, ha? Ana, qarasana akamni. Jim o'tiring, jimo. G'iribjon, Hasalning harisi, qizilgulning tikini badır. Xo'shallikning bir g'am qayg'usi badır. Magar sen baxt gulzorida bo'lsang, unutmag'in bahorning zimistoni badır. Ana, bilamla, sen amacanchi akamga siz Mejnun, men Leyli. Siz Ferhat, men Shirin debdi. Ferhat degan kim o? Guljamal. Aka, mening deganlarim rostmi? Kerak bo'ling, bo'lmasa men ketaveraman, ha? Ma'qul aka, meni bir oz kutib turing. Oti bo'ladin qolgan mundaq bir gap bor. Chiroqning o'chishi yog'ning tugaganligidir. Chiroq o'ssa, uningga yog'ni kim qo'yadi? Podshoh garchi sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim, men olamdan o'tgandan keyin podshoh ahdiga vafo qilamdi yo'q. Jaloliddin mulla o'zlarini yo'qlab kepti. Assalomu alaykum vazirim. Va alaykum assalom. Merhaba can dostum. Mehribonim. Ha? Eyliq o'qni Jaloliddinga bering. Ma'qul. Dodo, choy ichamsiz?
Bu bana ah taraftan kelip tekken zehirlik ok. Bunu padişahı alemge tapşırıp berişni özlerige havala kılıman. El yurtni xavfdan saqlash uchun buni boldurroq tahqiq qilish zarur. Hasan Vezir! Dada! Dada! Hasan Vezir! Hasan Vezir hayat çığıda yurt soraştı kemirim, yavni yengişta xəncirim edi. Onun kelişməsligi uçurab alemden ötüşi meni ağır qaygıga saldı. Ayım, işininki, mən bunun tegi təktini eniqlab, qatilini çoxum qatlıq cazalayman. Ana! Ana, şıqlaplığı. Yo'q. Shig'limidim. Sizlarga qarab. Xo'sh bo'lyaptimi, bolalarim? Ana! Mening faqat ishongim kelmaydi. Orada içinde şahane toy merke bulmay durup. Bu nim degen hayasızlık? Bizning davatqinimiz texi buli emas. Yana nimesh? Bizning bari yok birli kızımız var. Kimki onunla ölense tacı taxtık şu varis buludu. Bunu bilmem. G'eyribning ati bo'lsa, bizning qabildan emas, kerak shay alam. Bu buyuk tacı taxt münasebetlik cho'ng ish emasmi? Bas. Şahi alem. Bu işte deliğuluk kılışkı bulmaydı. Şemsibanun. Bırak Şahim. Mening ansiraydiginim. Ular şundaq ketiverse. Ətidən başlap, sənə mədrəsədən toxtusun. Kadir dallar ne buldu ya dim kelmedi İşkotida köydi callar ne buldu ya dim kelmedi İşkotida köydi callar ne buldu yarim kelmedi Yıllar mendem vade qildi Yıllar müddet idin ötti Gözüm yolu
Assalomu alaykum G'eribjon. Va alaykum assalom. Men orduga kirib ahvolni o'qib chiqay. G'eribjon, Salom Ağcana. Salom Ağcana. balam, Sanemcan seni bağda saqlab qaldı. Ma'qul, men boray. Bağım balam. G'eribjon, men sizlarni madrasga kutaman. Ma'qul. Ağcana, nima ish bo'ldi? Hech ish bo'lmadi balam. Jur, ustozni yo'qlab kelaylik. Salom Sanemcan. G'eribjon, Sanemcan. Zodin nima ish bo'ldi? G'eribjon. Bundan e'tiboran ikkimizning didor ko'rishmagimiz tas bo'ldi. Nima? Shohdodam farmon tushirib, meni madrasadan to'xtatdi. Bugun ustozimdan duo ilishni bano qilib, siz bilan ko'rishgili keldim. Bu zodin nima ish? G'eribjon. Buni yeningizga selib eling. Bu bir jip qizil gul. Mangu ayrılmasın. Sanemcan. Yig'lama. Seper. Nima ish bo'ldi? Jallodlar qo'lab kelyotdi. Chaqin bo'l. Ahtırınlar! Afu qiling Sanemcan. Bu ulug' shohimning amri. Shoh amrining men bilan nima aloqasi bor? O shundaq, biroq men sizni beyaram qildigan bo'ldim. Bo'linglar bu beadabni. Hadding emas. Nima qilmoqchisan? Sanemcan, bilib qo'yingki, shoh amri hammaga qodir. Qo'lingda yorliq bormi? O, Sizlar qaytinglar. Dadamga o'zim javob qilaman. xo'p, malikam. Juringlar. Sanemcan. Ağcana madrasada bizni saqlab qoldi. G'eribjon ikkimizning muhabbat gulzorimizda bir shum bo'yi o'ngandek qiladi. Shundoq.
Kütülmegen xabar ep kelganligim uchun faqirni kechirgaylar. Nimesh? Gunohkor Sapar zindonda qochibdi. Ha? Uni bir qorniyat qochirib atgan. Kim o? Aytish tilim kuydi. Dava. Uni qochirib atgan g'irb. Nima? Keremlik Şahtada. Pitni ig'volaga quloq solmag'aylar. Sapar, mening savaqdishim. Savaqdaşlık ko'zisidan uni men qo'yib etdim. Sanamjon, nima deb jalovatsiz? Ulug' shohim. Gunohkor Saparni rostli g'irb qochirib atganligiga navkarlar guvoh. Keremlik Şahtada. G'iribda gunoh yo'q. Aqchi, Labbay shohim. bundan e'tiboran mendan beso'roq sen ham saroydan chiqmasin. Bosh ustiga. Hey, Abdullah Shotiri, Labbay shohim. g'ayrib darhol keltirilsin. Hop. Aka! 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 Bana nere? Aka! Gülcemal! Gülcemal. 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 Kızım o'rningizdan turing. Gülcemal. Ko'zingizni iching. Ana, akam qani? Kızım turing. Jaloliddin mollamning qishig'i boraylik. İlim çeksiz iqin derya. Suyu abi hayat kevser. İlim deryasıga şungup. Uningdan qozg'uluq gavhar. İlim sizning dili ama. İliksiz ustixon yangliq. Bilim al, ijtihod ayla. Dilingda chaqnasin axtar. Malika mehribonim. Assalom. Ustozim, Abdullah Shatir akamni tutib ketdi. Nima uchun? Saparni qochirib atgan g'irib deydi. G'irib gunohsiz tursa, uni nima uchun tutib ketadi? Uning qochirib atgani gunohkorda. Jaloliddin mollam o'zlari bir amal qilsalar. Hozir Hasan vazir hayat vaqtida shohimiz bilan tuzgan ahdinomini elib shohning oldiga berishdan boshqa amal qolmadi. Ahdinomini elib Shundoq. Endi ikkilanmislar. G'ayrib, gunohingni bilamsan. Nima gunohim borligini bilmadim shohatda. Gadankash. Andaq bo'lsa, gunohkor Sapar qanday qochdi? Uni men qo'yib atgandim ulug' shohatda. Sapar dadisini qochirib yetibdi. Biroq Sodiq otaning hech gunohi yo'q-ku. Nima? Shohga qarshi chiqish, hokimiyatga norozi bo'lish bu gunoh emasmi? Sen isyonkor badbaxt, ordini parokanda qilib, gunohkor Saparni qochuvding. Jallod! Labbay shohim. Bu isyonkorning kallasi ilinsin. Taqrir qilinglar. Keremlik shohim. Jaloliddin, sen G'iribni hargiz o'ltirib bo'lmas shohim. Nima? ulug' shohim. Merhum Hasan vazirning yüz xotirasi hazratlari tuzgan ahdinomining hurmati uchun
G'iribjonni kechirgaylar. Shohim. Bala qazadan xoli bo'lish uchun bu ahdnomani baldurroq mansub qilish zarur edi, Shohim. Qog'ozni yutmoq oson, lekin haqiqatni yo'qotmoq tez. Ya Rabbi. Hammasi isyankorkan. Jallod! Nabay! Chiqinglar! To'xtanglar. Shoyim, g'azabda oq qorni paqatmakdas. Ulug' oyam el-jurt shodliq to'lgan kun. Bu xosiyat kunlarda behuda qon to'kilsa, Alloh ravo ko'rmas. El-jurtmu ansizchilik ichida qolarmikin? Yo'qsa Qosim vazir, bu jazo el uchun zo'r ibrat. Ulug' shohim, g'irib bilan onasi marhum Hasan vazirning yetim yesiri. Marhum hayot chig'ida hazratlariga ajoyib sadoqatmand edi. Hala bugungi kunlikda ahdnomi yirtib tashlandi. Uning ustiga bular o'ltirilsa, el ichida g'ulg'uli chiqib ketarmikin? Keremlik Şahim, Pekir'nin karışça, bularning ecilini kechiktirgandan ko'ra, g'aribni ailesi bilan chetga palib etsek, shuning da ensizchilikdan xoli bo'g'il bo'ladi. Shoyimizning mo ko'ngli aram topdi. Shahvoz vazir. Nima qilmoq lozim? Farmonning deganlari o'rinliq. Meningcha, shuning degani bo'yicha ish ko'rsakmikin deyman, Shoyim. Farmon. Labay Shoyim. Bu ish sening degining bo'yicha bo'lsin. Buni ham sening qilishing topshirdim. Shohimiz g'eyribni yoq yurtga palash to'g'riliq farmon tushadi. Nima? Balkim ular xonliqdan bugun ayrilishi mumkin. Rahmat sizga. Jinim Malikim, o'zingizni ziyoda bemalol qilmang. Ağcana, ağcana. Bu candan to'ydim. Jinim Malikim, sabr qiling. Har qanday bahorningmi yomg'iri bo'ladi. G'iribjonning o'zi men uchun eng go'zal bahor. Onunsiz hayot menga ma'nisizdir. Undaq demang qizim. Bahor yana keladi. Yaxshi kunlarmi yetib kelar. Ayhanlar! Anlanlar ammuqat! Ulug' shohimizning amri berib, nashalon nishoni qilib, ordishi g'osillik qilganligi uchun oilasi bilan qo'shib chakki pog'landi. G'iribjon! Sanemcan, Melikim, Melikim. derler dep
Ecelletim şüm peymanı Gerçelim bilmişim çölle kalmışsa köpçülüma senemden kessem gidurmene Dada. Ferman tumshuq eg'iziga yetib berish bilanla g'eribni oilasi bilan qo'shib yo'qotmoqchi bo'pti. Nima? Buni kimdan olding? G'eribni apmangan bir navkar birsidan aytib beribdi. Uning biri yulanchiga bor. Bo'lmasa, u bundoq beshonlik qilolmaydi. Dada, buningga bir amal qilayli. Balam, mening iliqi shoshitimni boshqara olamsa? Boshqara olayman. Tumshuq eg'iziga boradigan yaqin yo'lni bilamsa? Bilaman. Tonimni kel. Ma'qul. Jur. Sen navkarlarimdan birini achini al. Tong atqicha tumshuq eg'iziga yetib beringlar. Uqdingmi? Chaqqan bo'l. Ma'qul. Sen nima odamlar? Sen bularni nima qilmoqchi? Ha? Hürmetli pelvan. Pekir Şahi Abbas'ның ordu leşkerbeşi ferman bolumen. Bularning jiniga zamin boluş mening ixtiyorim emas. Bu Şahvaz vezirining buyruğu. Buni bija keltirmay ilojim yo'q. Angla. Kimiki kishiga behuda salsa riyozat, oxiri tatqusidir qayg'u nadomat. Bularni darhol bo'shat. Hop. Yosh bo'l. İştik bol. Ey qutqazgıcı medetkar. Namınızını bilsem idim. Bizge qilgan shafqatingizni ömür vayet unutmaymiz. Aq ko'ngil kishilar hamon balo qazodan xoli emas. Yo'l bo'yi paqas bo'linglar, sabringlar oq yo'lliq bo'lg'ay. Himmetinglarga rahmet ballarım. Uzun ömür körünglar.
Amin. Xar xo'sh, xar. Yana nimaga qarab turibsan? Bu yerdan darhol yo'qlash. Xo'p, taqsir, xo'p. Xar, G'eribjon. Melikam, zo'r xushalliq. Tumshiq ig'izda noma'lum odamlar paydo bo'lib, Shahzoda G'eribni qutqizib qopdi degan xabarlar o'rdida taqilibdi. Rostmidi? Rost o'xshaydi. Farmon bilan borganda ukalarning hammasi shu gaplarni deyishyotdi. G'eribjon, mehribon ona, sizlar qayerda? Bu qarda yeydigan ozuq tepish, qumluqda suv tepishdimi tas qizim? Serdar canapları, o teveyimiz gelgen paylaşçı okşaydı. Bizning 3-4 adamimiz bir odamga tenkilanmadimi? Batur, uni qochirib qo'ymanglar. Xo'sh. Uni iziz mehmon qatorida kutib olinglar. Xo'sh. Ana, sizlar nereden kelyapsizlar? Qo'rqmanglar. Biz tog'dagi Sodiq otning odamlari. Sodiq ota? Biz tog'dagi Sodiq otning odamlari. Ana, Sizlar u o'lab yurgan bir yigitni ko'rdinglarmi? U nimangiz? U mening o'g'lim G'eribjon bo'ladi. G'eribjon? Siz marhum Hasan vazirning xonim bo'lamsizmi? Shundoq. Xudoga shukr. Sizlarni endi topdik. Chopsam men bilan menglar. Sodiq otam bormi? Kim? Sizmidingiz? Bir ish bormidi? Tayyor bo'lgan qilishlarni ko'rpoqsin deb chaqirib kelgandim. U hiliroq yuqoriga chiqib ketgandi. Unda osma yuqoriga chiqib baqay. O'shancha. Tepa. Kelayotganlar kim o? Guljon
ol. Ayıp valla. Ayıp valla. Canım kızım. Aman mısıla. Mihriban Aca. Sefer aka. Oy bibi. Ay bebe, aziz mehmanlarını öyüge başlang. Qani merhamet. Assalomu alaykum Mihriban ana. Səpərmisən balam. Sizlər bilən didar görüş nisb ola deb oylamaptım mən. Abbas'ның öz levzide turmay, vapağı mındaq japa qılıdığanlığını zada oylamaptı men. Bularning hammasi Shavaz bilan Xadijaning hilisi. Hürmet mehribanım. Aram Xuda ötken ro'zg'orimiz divila tarbidan depsende qilindi. Xuda aman qilsa, merhum Hasan vezirining homiysi bo'lib, adolat zulfxori bilan iblislardan intiqom olaman. Xudo sizga aql farosat, kuch-quvvat ato qilg'ay. Rahmat mehribanım. Saatqata endi g'iribcha akam topsaq bo'ladi. Akağını tapımız kızım. Meyli o cahanның hayırdı bulmuşsun, onu çokum tepkilimiz. Serdar janoblari, ahvol qandaroq? U mehmon. Ana. Sizlar qayerda? U tungin kecha shundoq deb chiqdi. Kishi azob va xushalliq yo'liqqanda har qachon onasini sig'inadi. U turib Sanamjon deb tovlab qo'ydi. Sanamjon. Malikimiz sizni yo'qlab ketdi. Qamar, darhol tiyib chaqirib keling. Bosh ustiga. Bu yerda g'irib degan birsi bormi? Unda qadam yo'q. Buningdan boshqa zindan bormi? Biz faqat mush zindonni bilamiz. Chapsan qechinglar. Jo'rla. Sanamjon. U cho'qim bir go'zal malika bo'lsa kerak. Voy xudoyim-ey. Menga nima bo'ldi?
Melikam yomon bo'ldi. Nim bo'ldi? Zindonga o't qo'yib tutdi. Ha? O't qo'ygan kimga u? Tutilgan gunohkorning aytishicha, g'ayribni izlab kelgan yeliq tog'liq qaroqchi emish. G'ayribni izlab kelgan tog'liq qaroqchi. G'ayrib o'zi-chi? U hayotini qutqizib qolganligingiz uchun sizga minnatdorlik bildirishni menga havola qildi. U hozir qayerda? Uxlayotidi. O cho'qim ko'ni qal'a ichida bor. Qandaqcha? Balam, bu men yosh vaqtimda Hasan Vazirga so'qib bergan Zulfiqar edi. Undaq bo'lsa, g'irib u Bu ishni mehribonimga aytmay tur. Uqdingmi? Uqdim. G'ayribni Xudo o'z panohida saqlag'ay. Sen hozirli bu ochliqni mehribonimga olib bergin. Atiyaz vaqti bo'lib qoldi. Ularning ahvolidan xabar olib tur. Ma'qul. Jamal. Seperaka. Seperaka. Okam topdinglarmi? Yo'q. Assalomu alaykum Mehribon ona. Xo'sh kelibsan bolam. Sizlarga ig'irchiligimizni soldigan bo'ldik. Undaq bo'lamdi. Dadam sizlarni yo'qlab kel deb avatdi. Qilayotgan g'amxo'rliginglarga nima deb bo'la? Arzimaydi ona. Rahmat. Seperaka. Okam shoya pasxanning sharik ketdimi? Tamay. Qishimizcha g'arib rastla suiqasd bilan o'ldirilgan marhum Hasan Vazirning o'g'li ekan. Uning onasi bilan singlisi hozir tog'dagi Sodiq degan odamning qishida emish. Ular shohga osiylik qildi degan gunoh bilan palanganmi ekan? Shundoq. Endi sizga ruxsat. Xo'p. G'ayribjon. G'ayribjon. Ha? Sizda. Keling, Malika oliydir. Yo'q. Meni undaq deb atamang. Men faqat oddiy bir qizman. Oddiy bir qiz? O'xshamamdi men. Senam. Keling, o'ltiring Malika. G'ayribjon. Siz jahonda faqat birli sanam odamsiz. Yo'q. U sizga surgun azob oqibatlarni beg'ishladi. Men sizga muhabbat toj davlatni beg'ishlamoqchiman. Hurmatli Malikam. G'ayribjon. Men faqat sardar bo'lish uchun yaralganmi? Men qalbingizni bahordek illatanmasmanmi? Malikam, siz go'zallik dunyosining gulisiz. Balki litofatda bahordimmi illiqsiz.
Öz makonida o'sib quramiga yetgan sizdek bir oliyjanobga munosib keladigan odam topilmasmi? U siz o'sib yetilgan mushu tuproqda. Öz qabilamdagi fuqarolarni demoqchimisiz? Hurmatli malikam, Sanamjon to'g'risida so'zlab bersam, anglashni xohlamsiz? U bir vafodor go'zal malika. Toj taxtdan voz kechib, pok ishqini mendek bir yetimga bag'ishladi. Shu vajdin uning umri nazarband ichida o'tishi mumkin. G'eribjon, endi qanday qilmoqchisiz? Rostimni aytsam, bu yerdan qochib ketmoqchiman. Qochib? Qochishna hojat. Siz uchun darvozam ochiq. Uzitib qo'yay. Halayık, halgı şemme, halsızmı yürüme. Daniel aleyhisselamның palını salımen. Hal aç kuzmay pişayman yeme. Halgı şemme, halsızmı yürüme. Daniel aleyhisselamның palını salımen. Hal aç kuzmay pişayman yeme. Hal aç kuzmay pişayman yeme. Halgı şemme, halsızmı yürüme. Daniel aleyhisselamның palını salımen. Hal aç kuzmay pişayman yeme. Daniel aleyhisselamның palını salımen. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingni dalda qol. Biz izlab turgan g'erib degan yigitmi shu? Buya bexatarlikkan. G'eribjon, Separ! bu yerdan tezroq ketaylik. El farmonim ishad ko'rib qoldim. Ağjana, farmon bilan billa G'eribjonni izlab borgan navkarlarning hammasi qaytib ketdi. Ular G'eribjonni tepibdimi? Yo'q. Xudo aman qilsin. Hadijaning aytishicha, G'eribjon oilasi bilan yo'lda bo'rilarga yem bo'ptimish. Turib xonish malikamni yo'qlab kelgidek.
Sanamcan, taqdirga tanbay gülüp, bizni qiynama. Tacı devletini sizge atıdık, köngülünü açsın dep, yenidən çağrı bağ saldıdık. Yana, ana, men üçün avar bolmağlar. Sizge eytidigan birli gepim. Men haq muhabbettin keçemeymen. Sanamcan, xanışın sözünü nemişki ilik almaysız. O sizin anınız emas mı? Anımız. Sen. Ah cana, ah Canım Melike. Xanış ayım. Xuda haqqı balık rahmi qısla. Betap turgan balını zorlaşqa qandaq mı köngül çidaydı. Bu nime degine? Oğlum bilen toy qilish, irade taqdir. Şahimizning hükmü. Buni hech kim de buzolmaydi. Bas! Uluq Şahim. Bo'ldi, bas! Merhametlik Şahim. Ak-qara farq etilmey muşundaq ketiverse jahan ostun üstün bop ketmemdi. Uluq Şahim, g'erib canını qaytırıp geliş doğruluq bir perman düşürüşke bolmasmı? O çağda Sanamcan ahli yurtmu imin tapatdi. Bala qazadan xoli bo'lish uchun bu ahdnomani baldurroq mansub qilish zarur edi, Shohim. Ahçı, mening sodiq dil kishim. Atgan o'qni qaytirib bo'lmas. Uluq Şahim, özleri Şah Sanam üçün teklip qilgan heliq tevibe yetip kepti. Sanamjonning kesiliga davo tepishni jazmi qilgan heliqi tevibami? Shunda. Marhamat. Assalam Padişahı alem. Xush gapsiz tevibe. Sanamjonning holiga davo topqaysiz. Baş üstüge. Qani o'ltiring. Sanamjon, Padişahı alem sizga ataqliq bir tevibe taklif qildi. Turing qizim. Çırayınızdaki zəfiranglik, nəfəsdeki ateş alametleri, yürgünüzdə bir xil dərd buraqның balığıdın dərək berib atıdı. Bununla məndə bir xil şifa var. Onu tanavul qısınız, şifa tapısız. Siz Abdullah bilen toy qilishqa ma'qul bo'lin. Nima? Biroq shuni shart qilinki, oldi bilan 40 kecha kunduz toy bo'lsin, andin nikah o'qishga rozilik bering. 40 kecha kunduz toy bo'lsin? Yuragim pari bo'lib, ko'z yeshim qurib, tenim qog'i quzg'unlarga yem bo'lib ketsa rozimanki, Abdullahga roziliqim yo'q. Siz heliqi Ferhatni zaharlik gül bilan mast qilib, o'z dushmaniga tutib bergan jodigar Yosumanmi nima? Yo'q,
Güzel melekem. Mış 40 gün içinde yarınız G'ribcan bilen didar görüşüp muradınızga yetisiz. Siz zade kim? Men vafadarlık babıda bir cüp sultanını köydüm. O meni huzurunuzga başlap geldi. Sizlarga yordam berishdan boshqa muddayim yo'q. Ayting, siz Mening deydiganim shuki, maqsadga yetish uchun muhabbatga sodiq bo'lishdan boshqa sizga yana pam farosat lozimdir. Tova, tushunmi, o'ngimmi? Bu tushingiz emas. Sanemjon, sizlarga pat orada didor ko'rishish nisib bo'lg'ay. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Perişte. Aka, satqıdan sizni uzatqini kepti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. Bu taraf kepsiz. Ay bu vapa. Salomatmisiz mehribonim? Qani marhamat. Qani marhamat. Satqata. Salomatmisan qizim? Aka. Mana o'g'lim. Ata, bu Zulfiqarni Buni Saparkon qal'adan tepib keldi. Juqri. Amin. Allohu akbar. Teşekkür turishiblar. O'tirsizlar. U chaqlarda dil aram bizni qaraqchi deb tikan texi. Balam, mana o misralarni esingda saqla. Dadang marhum kishi kim hili birlan qilsa g'urur, oyoq siridin qumushda qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, valikin uningmu tadbiri bordur degan edi. Ata, buni hargizmi esimdan chiqarmayman. Oy, salam Abdullah. Alimjon, bugun qoltishiyasini öpsen bu. Dostum, to'y merkinizning hurmati uchun sizni muboraklab keldim. Mundaq degini, mush gaplaring rostmi? Albatta shundoq. Qarang, ma'shugingizni bir xo'sh qilay deb bu guldastani alayda tizib keldim. Akila ko'r paqay. Bo'pti. Marhamat. Buningda cho'qim bir gap bor. Olimjon, bu gulni o'z qo'ling bilan tizdingmi bolam? Albatta, qil sig'maydi. Gul tizishni o'g'inaman deb tog'da valla eshib, ajoyib bir bog'onni topdim danga. Bu gulni shuningdan o'g'inib tizdim. Olimjon, rostingni de. U qaytib keldimi-ya? U hozir nerede? Ağjana, siz bir amal qilib, aytkashdi malikini Chorboqqa sayliga olib chiqing. Ular ondan üz ko'rishalaydi. Aytkashdi Chorboq demiş. Sanemjon, jinim melekem. Qarang-a. Bu kim tizgan gulga o'xshaydi? Kepti. Chapsan ayting. U qayerda? U hozir olimning uyida. Gulbanim?
Gülbanım. Gülbanım. Ana, yeni kiyimlerimni keltirgeysiz. Xo'p, qizim. Sanamjon, bir amal qilib, atikashda Chorabog'ga chiqib sayli qilishga shohimdan ijozat iling. G'aribjon sizni shu yerda kutmoqchi. Xizmatingizga tayyorman ekan. Tugat qalam keltiring. Xo'p. Şanu şevkitim şefqatlik uluq şah dadamga. Men üçün saldırğan yeni Chorabog'ga chiqib, sayli qilib, xasta ko'nglimni oshqim kelir. Marhamat eylab ijozat qilishlariga talmirib, qizlari Sanam. Navkar! Labbay, shoyim. Biz tayyor. Hozirdan boshlab Chorabog'ga mendin ijozatsiz hech qanday kishi kirmasin. Farmonimga xiloflik qilganlarning kollisi ilinsin. Baş üstüge. G'ayibjon. Aktırınlar. Endi qo'limga tushgansan. Nima qilmoqchisan? Abdulla. Abdulla, ulug' shohimning farmonidan xabaring yo'qmi? Bu qilig'ing ulug' shohimning farmoniga qarshi bosh ketadigan gunoh. Nima? Shohning farmoni? Endi farmon chirish navbati menga keldi. Abdulla Shodir begim, qo'rg'onning sirtida bir top tog'liqlar paydo bo'ldi. Sizlar davomli ko'z tinglar. Hop. Jangga tayyorlan. Abdullah! Endi qo'limda qochib qutulamaysan.
Ustozim. Ustozim. Ha? Olim, ustozim. Juring. Ustozim. Ustozim, jinim balam. Men gunohkor. Rahmat qilib, bir qo'shiq qilimni kesla shoyim. Bak, tilingni chaynamay so'zla. Men hammani dey. Jallob! Gunohim uchun men o'limga loyiq. Biroq hamma ishni planlagan Şahvaz vezir. Uluq şahim. Onun aytqanlari butunlay töhmət. Sözlə. Mana bundan 12 yil ilgari Hasan vezirni zərlik oq bilan etib o'ldirish haqida menga tushagan xufiyona farmoni. O 12 yildan keyin u yana g'aribni oilasi bilan birga qo'shib tumshiq ig'izida o'ldirish haqida menga xufiyona farmon tushadi. Navkarlar, kirishlar! Bizga! Da, podshoy olim. G'arib tog'liqlarni boshlab ordiga bisib kirdi. Tövbe qildim. Bir qo'shiq qenimni tilayman. Podshoy olim, bu mal'unni yo'qotmoqcha davlatga teshlik yo'q. Bir qo'shiq qenimni tilayman. Ulug' shoyim, rahmi qilsin. Jallob! Labbay shoyim. Bu qeri badbaxtning kalni silinsin. Hop. Ya Rabbi, g'ofillikda o'tkazgan gunohimni kechirgaysan. Oğlum, Şah ata. Meni hem tacı devletni balayı afetten qutqizganinglar uchun barakallah.